Dunyo nigohi yana Islomobodga qaratilgan. AQSh delegatsiyasi Eron bilan o'ta muhim muzokaralarni o'tkazish uchun Pokistonga qaytmoqda. Maqsad bitta: mintaqada urush olovini o'chirish va vaqtinchalik sulhni doimiy kelishuvga aylantirish. Biroq Hormuz bo'g'ozidagi blokada va o'zaro ishonchsizlik diplomatik stolni portlash yoqasiga keltirib qo'ydi. Pokiston bu jarayonda asosiy vositachi rolini o'ynamoqda, ammo vaqt tobora tugab bormoqda. Muzokaralar davom etayotgan bir paytda Washingtondan qat'iy va qo'rqinchli bayonotlar yangramoqda. Prezident Donald Trump o'zining ijtimoiy tarmoqlarida Eronni yana bir bor ogohlantirdi. Agar kelishuvga erishilmasa va Hormuz bo'g'ozi ochilmasa, Eronning barcha muhim infratuzilmalari, elektr stansiyalari, ko'priklar va neft terminallari nishonga olinadi. Trampning so'zlariga ko'ra, bu misli ko'rilmagan javob bo'ladi. Bu shunchaki siyosiy bosimmi yoki haqiqiy urushning muqaddimasi? Bu tahdidlar ortida butun dunyo iqtisodiyoti turibdi. Neft narxining ko'tarilishi va global savdo yo'llarining yopilishi inqirozni yanada chuqurlashtirmoqda. Eron tomoni esa AQSh blokadasini urush jinoyati deb atab, o'z suverenitetini himoya qilishga tayyorligini bildirmoqda. Pokistondagi muzokaralar stolida faqat ikki davlat taqdiri emas, balki global barqarorlik masalasi hal qilinmoqda. Diplomatik yechim topiladimi yoki mintaqa katta olov ichida qoladimi? Buni yaqin soatlar ko'rsatadi.